Yaxshi yigit qancha bo'libdi? $200 nima edi? Qani bir aylaningchi. Ha, $200 qimmat emasmi? Doimiy klientlarga skidka yo'qmi? Bizani bir joyga yiqqan akaga $100 berishim kerak, to'g'rimi? $50 uy pulingiz bor. $50 o'zimga qolay koni. Xohlasangiz shu bo'lmasa yo'q. O'tirxa qolganda mashinaga gaplashamiz. Haydang, joyingiz bormi bironta? O'zi Iltimos. Borgandan kirib qolgansan. Bu yerga ishingiz bo'lmasin, meni o'tmishim bilan siz ketaylik joyingiz bormi yo o'zingiz uyimga borasizmi? O'zing haqingda gapirib yursan. Astag'firullah, men Axi Abdullayeva degan bir qizni yaxshi ko'raydim. Uyiga taklif qildi. Eshiklarni qulfladi ichkaridan. Top, shunaqa men o'sha shokkamanda. Men uylanaman dedi, uyingga odam yuboraman dedi, u dedi, bu dedi. Qilar ishni qildi, ko'nglim puchang'oqqa to'ldirdi. Ana Moskva tashab ketdi. Keyin uydagilarim pul topib ketib ko'cha chiqarib yubordi. Holi siz bilan, holi boshqa qiz bilan to'g'ri. Menyuda nimalar bor? Ha, o'zingni olaverma. Bundan emas.